Hozir qarang, ana eshik toza chiqdimi o'rta birinchi eshik? Ha, polni ketdi. Bunda shunaqa u perexod qilinadi. 50-60 masaga. Topmam ketgan. Yo, Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun yakshanba. Bugun biza Gentra, o'sha legendarniy katta bolaning Gentra avtomobilini tekshiramiz. Video boshlashdan oldin bitta like bosib qo'ying, izohlarda yozing, что keyingi mashina qanaqa mashina bo'lsa. Hop, boshladik. Gentra avtomobilidan. Mashinangiz yili necha edi? 15. 15. Probegi qancha? 233 ming. 233 ming. Qatlari bo'lgan aka. Kraska bo'lmagan mashina. Toza. Endi o'tda qirilgan joylari bor. Hozir tekshiramiz, qayerdadir chiqsa aytaveramiz-da. Bu. atsekdan boshlaymiz savdoyingni. Tak. Millimetrlar joyida. Aha. Ishlari toza turibdi. Yo'q, boltlar joyida turibdi. Yo'q ham joyida. 20 kilo joyida turibdi, chashkalar normalniy. Bu yoqda sterizini ko'raveramiz. Yog'i ham tekis turibdi. Betonga qirib oldingizmi antini? Turba bor edi eshik tagiga. Ha. Bamperni almashtirishimiz kerak, ha? Tak, boltlarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Boltlar joyida turibdi. Ishlari ham yaxshi. Ichi ham toza. Bu ham toza. Mamizadan pachog'i bor, qolib ketgan shu. Tegilmagan shunda. Hadi karbon turibdi. Karbon zashitni yaxshi qilishgan, tosh teganda chaqa bo'lib ketmaydi-da. O'shanga yopishtiriladi. Yaxshi qilib qo'yish uchun plus. Hayt, bo'yalgan ham. Kraskalangan. Kraskalangan. O'zingiz qaydagansiz boshidan? Ha? 56 chiqyapti. 30 ton. Bu kraskalangan, nimaga siz keling tushuntiraman. Hayt, xira bo'lib turibdi-da. Lekin rax bor, rax. Tekismasdan bitta qirralaydi. Shuni. Mana shu ozgina remont bo'lgan joyi bor ekan. Mana o'zingiz uchun bilib olingiz, adrezlardan so'raysiz bo'ladi. Tak, mana ichlari butun turibdi. Mana yerda ko'rasizmi? Ish qolgan. Mana shu ishgan bo'lish kerak emas. Mana o'sha Tog'oraga tekkanmi shunda udar? mana yerda zigiblar bor. Mana shu billa bo'lgan, shu ishda bo'lgan. Pachog'i qolib ketgan. Ichida ta'mirlashmagan, faqat bagaji o'zini ta'mirlashgan. Bamper doimiy zamini bo'lgan. Orqadan yetib olganda, Orqasidan yetib olgan. U bamperni ham bo'yashgan ekan. Keyin ozgina urib olibdilar, dodamiz. Sizdan qarang, bamper hisobga kirmaydi. Bamper ma'lumotim uchun mana shu bu yoqlar butun turibdi, bu yoq butun turibdi. Mana shu bagajimizda kraskalangan ekan. Ha. Shu bo'yab yuborilgan. Bo'ldi, bu ketdik. Normal. Bo'l. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz qayerda chiqib Mashinasi bitta bagajligida tegi tizig'idan pasib sepilgan ekan, qolgani butun. Qolgan joy toza chiqdi. Endi qirgan joyi bor. Atak asosiy mashina urilmaydi. Bitta polirovka talab, atak prinsipi yomon emas, toza. O'zingiz uchun informatsiya bo'ldi, что o'sha joyi chiqqani. Necha pul so'rayapsiz endi? 8 ming so'raymiz, endi kelishtiramiz. Kelishtiradi, ha. Savdolashib. Bo'ldi. Nomer qoldiramiz. O'sha nomerga telefon qilsanglar, akam o'zlari kelishtirib beradi. Xudo xolasa. O'rtoqlar, bizda navbatdagi Gentra, akam o'zlari tushkilar kelmadi, tanishlarim ko'pdi. Necha pul so'rayapsiz bunga? 5700 so'rab turibmiz. 5700 yili necha edi? 2009. 2009. Bir qo'l salom, ma'lum haydalgan. Probegi qancha? 230 ming haloli. Halol. Qatlari bo'lgan. Kapot usti. Kapot radnoy o'ziniki. Baqa urilib, nima ketmagan. Faqat ustiga narsa teggani uchun sepilgan. Elektra kalinkasi. Bularniki chiriydi-da, o'shaning uchun sepilgan kalinkasi. Bo'ldi. Hop, biz tekshiramiz, yana chiqsa aytaveramiz o'zingizga. Bu Lacetti bo'ladi. Hozir chiqqanlari. Aha. Tak. Lacetti. Atsekdan boshlaymiz. 20 metrkasi yaxshi turibdi. Aha. Boltlar yaxshi turibdi. Boltlar kraskasi qo'yishdi, endi yechib ta'mirlanganga. O'ziga ustini ko'ramiz hali. O kraskasi qo'yishgan, mana bu boltlar joyida turibdi. Aha. Ochkini o'zbekcha tarjimasi nima bo'ladi? Ko'zoynak bo'ladi. Lanjiron butun turibdi joyida. Mana shu aytayotgan ochkini tekshiraylik, nima ekan? Tekshiring. Butun. Yaxshi turibdi. Ichi yaxshi chiqdi. Aha. Kraskalangan joyi yo'q. Boltlarini ozgina regrovka qo'yishgan. Bo'ldi. Короче, bitta tanishimiz mashina sotib oldi.
Mashinasini 2016 da sotyapti-da. Keyin biza 2016 bunaqa chiqmagan. Boshqatdan ko'ringlar deb. Qarasa necha chiqdi? 19 chiqdi. 19 chiqdi degan Tем более uni qarang, u payt chiqmaydi. 16da. 19da chiqqan GK. U eskida o'tiribdi. Geneje chiqqan unda. Ozgina e'tiborli bo'linglar o'shaning. Lёгкий remont usti kiras sepilgan ekan. Yuqqa qilib sepilgan. Sepilgan lёгкий takoy. Bo'ldi. Qolgan unaqa seryozni narsa yo'q. Seryozni yo'q. Kirlar ham sepilgan ekan. Mana germetikalar mana shu radnoy deydi mashina. Xona qo'yilgan o'sha paytda bormi? Ha. No, o'sha ham zo'r deb qabul qilingan, normalniy. 5,5 dedingiz narxini. 5 metr. Kalinkasi remont bo'lgan ekan. Xo'p, qayerda mashinadan tushgan, to'g'rimi? Mashinada mana qayerda pitni o'tiribdi-da, bundoq sepgan, shundan sepiladi. Aha. Mana chiriydi, shundan chiriganda ta'mirlashadi. Shu joyda pitni bor ekan. Faolini ko'ramiz. Suv o'tganmi? Yo, suv o'tmaganmi? Zanglab tazgina. Aha. Lekin butun turibdi. Joyida turibdi. Endi bagaj ustini ko'ramiz. Endi 2009 bo'lsa 10 yil yo'dan 10. Prinsipi shuncha yilga emas. 16 yil. Mana yerdan kalinka sepilgan ekan. Bu ham chirigan-da, Mana menimcha. chirik. Ikki yog'i chiriydi, o'shangisi. Tayyorlashgan. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamiz 2009-yil. Bu mashinamizga 5700 so'ralyapti. Nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Mashinamiz Gentra emas, Lacetti. Mana qarang, Husan aka, hamma bozorda mashina olishni biladi-da, misol uchun. Biladi, qisman. Qisman ko'rib biladi, lekin rasmiy salondan kafolatlangan mashinani olishi qanchalik osonligini bilarmisiz? Yo'q, garantiyasi bilan bormi? Bor shunaqasi. Mana avtoelondagi okalar, mana oldin alohida qidirib yurardingiz, eslasangiz. Misol uchun u salonga borasiz, bu salonga borasiz, narxlarni solishtirasiz, vaqtingiz ketadi, solishtirishga ham qanaqadir hisob-kitobga chalkashasiz, bilmagan esingizdan chiqib ketadi. Hozir avtoelondagilar nima qilgan? Mana endi avtoelondagilar rasmiy diler bo'limi paydo bo'lgan. Bu yerda misol uchun O'zbekistondagi istalgan avtosalondan rasmiy avtosalonlarni bitta prilojeniyani o'zi ko'rish mumkin. Hammasi oddiy, misol uchun mana bo'limga kirasiz, misol uchun avtoelon deb izlaysiz. Avtoelon. Mana chiqadi. Mana rasmiy diler bo'limiga kirasiz. Deylik, misol uchun mana haval yoqdi sizga, to'g'rimi? Itogisini ko'rib chiqasiz hamma joyini-da. Misol uchun tanlagan mashinangiz bo'yicha menga qo'ng'iroq qiling deb salonga yozdirasiz. Mana nomeringizni qoldirasiz. Mana misol uchun 99lik 840 63 80. Men nomerimni misol uchun yuboraman ularga. Yuborasiz. Ular sizga qilishadi. Qanaqa to'lov turida belgilashadi. Misol uchun persiyani farqi yo'q. Kelishasiz, shartlarni batafsil sizga hammasini tushuntiradi. Kafolatlangan 100% aniq garantiya bilan berishadi. Ishonchli ekanda. Ishonchli. Xullas, agar kimga shunaqa priloyeniya kerak bo'lsa, pastda opsiyasini ham qoldiramiz. Avtoelon o'zidan yangicha rasmiy diler bo'limi paydo bo'ldi. Shu o'rda. Bizda 2015-yil Gentra avtomobili, okam tushkilar kelmadi. Ma'lumot bering endi bu mashinangiz. Kraskasi bir 50-60% kraskasi bor. Qatlardaligini aytsangiz, keyin biz tekshiramiz, o'sha joylarda aytib ketamiz. Tomida bor. Aha. Oldi kapot, orqa ikkita krilo. Bo'ldi. Necha pul so'rayapsiz bunga? 6000. 6000. Yili 15. 2015. 181 ming yurgan, ha? 181. Bo'ldi, aka biz tekshiramiz. Bering. Tom almashgan dedilar, nima? U ag'darilganmi? Yo'q, endi ag'darilgan demadilar. Yo'q, endi tomi urilgani, nimasi tushgandi. Uni ham aniq deymiz endi hozir. Chashka joyida, ham joyida, bunisi ham joyida turibdi. Har bitta mashinada ichi muhim, har doim aytamiz, Langeron eng kerakli qism. Butun. 50. Tak, mana shu yerda shpaklik surgan joyi bor ekan. Doim mana shu kapotni yopayotganda ko'pchilik mana bosh yopadi-da, shunda facha olib qoladi. Mana shu yerda kraska bor ekan. Kapot foni kraskalangan. Kirlo ham kraskalangan ekan. Eshik ham kraskalangan. Almashganini ham ko'ramiz hozir. Ha, mana nima bo'lyapti o'zi? Endi men telefon bo'lib qoldi. Kapot kraskalangan chiqdi. Krilo bo'lgan, bu eshik ham bo'lgan. Aytganmidilar? Bilmadim, bu nima deganlar, men ko'rganim aytolman. Kapot kraskalangan ekan, aka. Ha, bo'ldi. Aytgan ekanlar. Ma'ni aytdilar, biz ham
ko'rib chiqyapmiz. Da. Lekin o'zini kapotani eng qizig'i, o'ziniki. O'zini remont qilgan. O'ziniki. Bu ham kaskelangan. O'zimiz o'qituvda. Mashina ko'rib olamiz. Keyin ham bo'yalgan ekan. Hozir qarang, ana eshik toza chiqdimi o'rta birinchi eshik? hammasi ketdi. Ha, polni ketdi. Bunda shunaqa, bu perеход qilinadi. 50-60 masaga. Tomdan ketgan. Yo, hozir aytganlaridek 60%, 50% keldik. Tom ko'chyapti ham shu bo'lgan. Bilinyapti-yu, endi qo'yapti. Ha, defaram endi mana shu remont qilish boru, sifat katta rol o'ynaydi-da. Yaxshi ustiga bar qildirish kerak. Yaxshi joyda, yaxshi ustiga qildirish kerak, garantiyasi bilan qildirish kerak. Mana bitta svarkalari bor ekan, svarkalangan. Lekin ichi butun turibdi, ichi svarkalangan joylar. Yo'g'ida ham bor svarka. Yo'g'ida ham svarka bor. Aha. Uni qanoticha anaqa hozir sputer degan narsa bor-da, o'shanda tortadi-yu, o'shanda kuyib, ichi ham kuyib qoladi-da. Va ko'pchilikda bunaqa narsa yo'q, kempingda tortadi-da. Hozir bu ikkala qanot ham almashgan. Almashmagan, remont bo'lgan. Almashmagan, tochkalar o'ziniki. Ha, o'zini remont. O'zini ketdik. Bagaj. Bagaj Неужели bagaj toza chiqsa? yo'q, lekin yaxshi turibdi. Tozami? Normalmi? Bagajimiz toza. Hozircha bitta toza joy bagaj. Ha, shu kelishimizda bagaj topishdi. Aha. Bu remont bo'lgan mana. O'zi shunda nevarojonni lazım qarasak ham, mana rahla bor-ku, mana rax bor-ku. Qarang, mana qarang. Mana bu yerdan, mana shu yerdan ikki xil rangda tuyuladi, to'g'rimi? Ha, shunaqa xira bo'lib qo'yandi. Mana shu yerdan rax ketgan. Bu endi mana для интерес. Nari 94 chiqdi. Ha. Qalin sepishgan ekan-da. Shpakulovkani 94 ha. Endi bo'lganda, shpakulovka. Bu yerda ham bor shpakulovka. Rax ketgan. Mashinani to'liq ko'rib chiqdik. Mashinamizni ikkita eshik bilan bitta bagaj bo'lmagan ekan. Qolgan hamma joyi kaskelangan. No, главный almashmagan o'ziniki. Butunmi? Butun. Mashinamiz narxi 6000 so'rashyapti. Nomer qoldiramiz, telefon qilasizlar. Bizda navbatdagi jentramiz 2011-yil. 2011. Bu Lacetti Gentra qilingan. Lacetti Gentra qilingan. Aha. Ishqibozchiligi. Necha pul so'rayapsiz bunga? Bu variant boshiga 1600 berishsa, Aha. oyma-oyga xullas Kelishamiz deb telefon qiladi. Variantga so'raganlar uchun halol nasiya savdo. Oluvchilar. Bu qatlarida bor. Olli bor. Kapot. Aha. Orqa krilloda, Aha. nari tomon eshik pastida. Hozir tekshiramiz, qayerda chiqsa aytib ketaveramiz aka. Kapotcha boyagida aytganlaridek boshqa qo'yilgan. Aha. Oke, bu boshqa qo'yilgandan keyin ham urilganmi? Ha, almashgan yo'q. Birinchi yengi qo'ygansiz, keyin yana urilgan. Yo'q. Ha, рабочий kapot qo'ygansiz. O'shanchalar qo'shib ketgan. Mayli, xolos oldin jentra qilgan ekan. Aha. Shunda jentra qotgandik. Krilo, kapot almashadi, Aha. ikkita ochki almashadi. Ha. Jentra bilan Lacetti'niki boshchi bo'ladi, shuni qo'yishadi. Endi bizga eng qizig'i Lanjron. Aha. Papirichni ham remont bo'lgan ekan. Svarka skopis. Yo'q, butun turibdi. Hay, mashina jentra qilishga sababi, Aha. mashina urilganda, keyin bir tur jentra qilishgan. Ha, davay, variant kelib qolsa hozir Kelib qoldi, o'g'irlaman. endi bari zapcha solish kerak-ku. Da. Shuning uchun jentra qo'yib qolsin. Shuni jentra qilishgan ekan. Tak. Lanjron butun turibdi glavni, va endi o'ta kaskelangan. Oldidan yegan. Oldidan urilgan-da. Aha. Eshik ham kaskelangan ekan. Eshik ham kraskalangan. Mana stoykasi ham kaskelangan unda. Endi hozir mana shu ichini ochib ko'rishimiz kerak. Stoyka almashgan. Da, metka yo'q. Ketgan. Eshik qanotimiz kaskelangan, aytdi. Dog' ham bo'lib turibdi, kalirovka ochib ham tashlashdi. Bu просто biz nimaga buni anaqa qilamiz? Bu bank emas, halol nasiya bo'lgani uchun kimdir qidirib yurgan bo'lsa, ana variantga ham chiqib qoldi, tekshiramiz. Bo'ladi. Puli to'g'ri kelsa, yo'q to'g'ri kelsa endi yuraveradi mashina, glavni ranjurlari butun ekan. Bagajni ham remont bo'lgan ekan. Bu bagaj orqa fon har doim qiziqda. bagaj remont. Bagaj Degan. Tamam bo'lgan. Unchalar zo'rsan deydi. Jentra
kiri remont bo'lgan. Gazi bor. Voy, voy. Ichlari butun. Nima qilgan u? Ya o'zi zavodskiy shunaqa qora bo'ladi u. Ja, Abgor ekan-a? ha, tak. Bagaj remont bo'lgan. U hamma yog'i bo'lgan chiqyaptimi? Ya hamma yoq emas, qisman joylari 112 chiqdi. Kirlo remont bo'lgan. Tak, eshigimiz almashgan ekan. Bu yerda qiziq. Eshigi almashgan ekan. Almashgan. To'ta zo'r tema bo'lyapti-da. Bu eshigi o'ziniki ekan. Tak. Qat toza chiqdi bu yerda. Men eslolmayapman, toza Men chiqdi. aytib beraman. Mana qara. Shu joygacha bitta anaqada. Hayf. Bilib, layhaq deymiz-ki, layhaqchi. Mana hozir eshikni almashgan deyapmiz. Kimdir sifatla ber deydi, to'g'rimi? Olib kelishini olgan. Ichini. Mana petla bo'ladi. Petla bilan mashina rangini solishtirish kerak bo'ladi. Mana petlamiz. Buni rangi to'g'ri kelmayapti. Shunda bu sepilgan, bu o'ziniki turibdi. Shundan bilamiz. Aha. Endi bu ma'lumot kimgadir qiziq bo'lsa kerak. Ko'rib chiqdik mashinamizni, qatlarida bo'lgansan? Endi bosh yarasini jentr qilishgan, ikkita ochki almashadi. Ha. O'sha tarafdan DTB bo'lgan ekan, shuning uchun birato'la mashina jentr qilib olishga qaror qilishgan. Bu kapot qo'yilgan, qolgani yengi, yog'i yengi. Ketyapmiz. Yo'qdan qanotimiz bo'lgan, naryoqda eshik bo'lgan. Stoykamizni ozgina kesib boshqa qo'yib yuborishgan ekan. O'sha DTBga taalluqli bo'lgan shu ish. Keyin orqa qanot remont bo'lgan, bagaj remont bo'lgan, lekin paneliga o'tmagan bagaj. Ustimiz remont bo'lgan, qanotimiz remont bo'lgan, mana shu proyobok remont bo'lgan. Hop, mashinamizda gazi bor, nomer qoldiramiz, bemalol telefon qilib, variantga qiziq bo'lsa, akam bilan gaplashib kelishib olsanglar bo'ladi. Setti, Gentra va Gentra qilingan mashinalarimiz o'z xosiga yetdi. Fikringlar qanaqa izohlarda yozinglar, like bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yinglar. Obuna ham esdan chiqmasin. Bizani har doimgi yedinli gapimiz bor. Mashina olayotganda обязательно tekshirtiringlar. Bizga boshqaga farqi yo'q. Bugungi videoda ham o'zingizlar ko'rdinglar, bitta ikkita mashinamiz edi. Egalari o'zligi bilishmaydi. Kraska holat chiqib keldi. DTPga uchragan mashina yoki mashina ko'rish xizmati kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilasizlar. Ishlarni tez va oson bitirib beramiz.